Yurtdoshlar, mana biza shu Nazarbek sanatoriyasiga qizim bilan 5-yanvar 2026-yilda keldik. Mana davolanganimizga bizning 6-kuni. Bu yerdagi muhit judayam chiroyli. Kasbdoshlarimiz, biza ham o'zi medik tuzar. Kasbdoshlarimiz o'ta madaniyatli, muomalasi joyida. Hurmat, izzat judayam kuchli. Undan tashqari mana bu yerdagi kasallarga, dam oluvchilarga yaratilgan sharoit a'lo darajada. Men judayam xursandman. Birinchi marta kelishim mana shu sanatoriyaga. O'zim Yangiyo'l tumanida 25 yil rahbar bo'lib ishlaganman sanitsansiyada va men shu kungacha ishlab kelyapman shu yerda. O'zimni rayonimga borgandan keyin men xodimlarimga mana shu yerdagi muomalani, madaniyatni yana bir bor targ'ibot, tashviqot qilmoqchiman. Undan tashqari biza men o'zim Sahim diabet kasalligini bilganim uchun 9-stol bo'yicha berilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari o'ta sifatli. Ertalab albatta o'zimning mahsulotlari talabga javob beradi va mamnunman.